Azizim senga tilayman Allohdan sabrlar o'zimga qo'shib Azizim seni asrayman bir jonim ikkala ko'zimga qo'shib bir jonim ikkala ko'zimga qo'shib azizim bu dunyo hamisha bir kam joningni bersang ham kami to'lmaydi mening ham sen kabi kipriklarimdan hech kimsa hech narsa yupatolmaydi Yaxshimisiz, yaxshi keldingmi? Sog'laring yaxshimi? Qani? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Bizga o'zing kelyapsanmi? Kelishmadimi hali? Yo'q, qani? Sen birinchi, qani? Men birinchi mana. Qani? Marhamat, to'rga o'tir, to'rga. Rosa harakat qilibsiz-da, aka. Ha, endi qo'ldan kelgancha jiyanlaring harakat qilishdi, qani? Ilohomiy, tansihatli, xotirjamlikni berib, o'tganlarning oxiratlari obod bo'lsin. Allohu akbar. Xush kelibsan sen. Xushvaqt bo'ling. Yaxshi yuribsizmi aka? Charchamadingizmi? Rahmat. Shuncha ovoragarchilik qilibsiz. Nima keragi bor edi? Nimaga ovora bo'libmiz? Hech narsa qilganimiz yo'q. O'zimiz-u faqat opalarim kelishadi. Qalay, yaxshi yuribsanmi? Rahmat, Xudoga shukr. Sog'liqlaring O'zingiz yaxshimi? qalaysiz, yaxshimisiz? Rahmat. Yo'q, ilmiy ishingiz bo'lyaptimi? Ha, bo'lyapti. Sekin-sekin. O'zing yaxshimisan, Rahmat, tinchmisan? Xudoga shukr. Qalay, oyijoning yaxshimilar? Rahmat. Oyijon qilyapsanmi ish qilib? Albatta. Siz bo'lmaydi-yu, bilasiz aka. Albatta, yaxshi ish qilib o'shalarni ko'nglini olavergin. O'tkirbe ham yaxshi yuribdimi? Yuribdilar. Yaxshi. Haligi bundan sal kamroq qo'yibmiz anu hozir. O'zim o'tiring aka. O'tirib olganimizani yur, biz ham akam bilan so'rashib kelmaymizmi? O'tiring, Ha, gap tinchlikmi? bor. Shanba kuni vaqtingiz bormi? Shanba kuni? Nima edi? Akam kelib tursanglar. Muhabbat jiyaningga suvchilar kelyapti. Hamma ish qilsam ham shu suvchi kutish qo'limdan kelmaydi, deyotgandilar. Shanba kuni siz kelsangiz. Xo'p. Yakshanbada men kelardim. Rostdan ham suvchilarni erkak kishi kuta olmaydi-yu. Muhabbatda o'zi uyalsa. Akam qizlarni uzatmoqchimilar? Ha, Hali yosh-ku. 19 ga chiqdi. Bu yil bo'lmasa, yangi yilga uzatadilar-ku axir. O'tgan haftada bozorga tushib, ko'rpachali matolardan olib chiqdik. Voy chaqqanay. Siz bor joyda boshqaga hojat ham qolmabdi-yu. Hamma ishni o'zing bitirib qo'ya qolsan-da, a? Endi opa, nima qilaylik? Uyingizga qo'ng'iroq qilsa yo'qsiz. O'g'lingiz oyim bilan adam ertalab chiqib ketishgan. Kech kelishadi dedi. Meni ham bozorda ishim bor edi. Akam bilan birga chiqdik. Kelgandan keyin yana qo'ng'iroq qildim. Yo'qsiz. Tinchlikmi ish qilib? Nimasini aytasan? Aka, opalarim kelishdi, bering menga, bering. Opalarim kelishdi, Ha, menga mayli, bering mayli. ochini. O'sha ana odamnikiga
borib kelgani ketuvdik. Ichim siqilib ketdi, Barno. Nima qilishimni ham bilmayman. Qayerga borish kerak? Kimga murojaat qilish kerak? Boshim qotib qoldi. Pochchenku adoy tomon bo'ldilar. Na ichishda halovat bor, na uyquda halovat bor. Qattanam o'sha odamga yo'liqdik bilmayman. Bolalarni bo'yi yetib qoldi. Birimiz 2 bo'larmikin deb o'sha yoqqa borib ishlab kelmoqchi edilar. To'yga bu narsalar olib kelmoqchi edilar. Qaytanga bor yo'g'imizdan ayrilib o'tiribmiz. Qo'ying opa, bunaqa siqilmang. Hammadan qarzga botganimiz yomon bo'ldi. Akamga qanaqa betamiz, Barno? Siqilmang opajon, hammasi yaxshi bo'lib ketar. Nonoxon. Akam kelyapti. Suvga solib qo'ygin. Nonoxon. Ye. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gapingni bo'linib qoldik. Yaxshimisan? Sonlaring yaxshimisan? Omonmisan? Yaxshimisan? Tinchmisan? Yaxshimisanmi? Qani o'tiringlar, o'tiringlar. 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 Ilohi omin. Tansihatli, xotirjamlikni berib o'tganlarni Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Allohu akbar. Xush kelibsizlar. Yaxshi vaqt. Qala yaxshi keldinglarmi? Sog'liqlaring yaxshimi? Tinchmisan? Rahmat, jiyanlarim Shavkatjon yaxshi yuribdimi? Rahmat. Yaxshi keldingmi? Keldik. Tinchmisizlar? Rahmat. O'g'ilcha qalay? O'qiyaptimi? Ha, yuribdi. Katta qoldi. Sen yaxshimisan? Xudoga shukr. Sog'liqlaring yaxshimi? Xudoga shukr. Ishlar yaxshimi? Xudoga shukr. O'z ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, Ilmiy Xudoga ishingiz qalay? Ha, rahmat, rahmat. Sekin bo'lyapti. Ha, yaxshi. Qalay? Kampir yaxshi bo'lib Ha, qoldilarmi? Xudoga shukr ancha yaxshilar. Yugurib yuribdilar. Yaxshi, yaxshi. Shifo berganini rost bersin. Bu ne qarab o'tiribsizlar? Nonlarni sindirmabsizlar-yu. Ha? Qani bismillahirrohmanirrohim. Qani olinglar. Qani olinglar. Olinglar. Ha? Yo, sizlar. Abi kuyovlarni olib kelmabsizlar-da, o'zinglar bilan birga. Ha, sal deb kelishadi. Kelishadi Ishli chiqib qolganda. Qani Bu yerda olinglar. kelishimizdan xabarlari bor. Hozir kelishadi. Oldinma keting. Tinchlikmi? Tinchlik. Choy menga berib qoling aka. Ha? Choy. Men qo'yaman. Ha, mayli. Mayli, seni. Nima gap? Sen xafaroq ko'rinasan. Aka, Ur. Seb opamga ozgina pul kerak bo'lib qoldi. Qarindoshlardan kim pul berib turar ekan? Kimdan so'rasa ekan? Tushunmadim. Ochiqroq gapirgin. Pul nimaga zarur bo'lib qoldi? Aka, kuyovingiz xorijga ishga ketmoqchi bo'lib yuruvdilar-yu. Xabaringiz bor. Bir odam juda ham ishontirib hujjatlarni ham tayyorlatib qo'yuvdi. Boshida 1-1,5 oy ichida ketasizlar deb yo'l kiralarini ham oldindan olgan edi. Keyin hali buni bahonalar qilib mana 7 oy o'tib ketdi. Shu paytgacha hech gapdan darak yo'q. Bu orada bor pulimizdan ham ayrildik. U ham yetmagandek qarz ham oluvdik. Ketishdan hali ham darak yo'q. Qarz bergan odamlar qarzlarini talab qilib kelishyapti. Agar shu kunlarda qarzlarni egalariga qaytarmasak, sudga berisharmish. Boshim qotib qoldi. Unaqa oldindan vahima qilavermagin. Balki biron bir
Ilojini o'ylab toparmiz axir. Topilib qolar yo'li. Shavkatjon kelsin. Bir maslahatlashib ko'raylik. va'da bergan odam na yerda bor, na ko'kda. Bizga pul berib, ketidan sarson bo'lib yurgani judayam ko'p ekan barni. Opajon, g'irt qallob tovlama chindomiga tushibsizlar-da. Kuyovingiz tanishlarnikiga qarz so'ragani ketdilar. Agar pul topib kelolmasalar, uyimizni sotamiz. Voy. Voy opajon, uyi sotsanglar qayoqqa borasizlar? Jiyanlarimni bo'yi yetib qolgan bo'lsa, aka biror iloj topilib qolar, bir amallarimiz. Uyini sotishni hayolingga ham keltirmang. Biron bir iloji. Donoxon, O'zim ochaman. Assalomu alaykum. Kelyapsan aka. Rustamjon ham kelib qoldilar shekilli. Nimadan ko'tarib yuribsiz? Assalomu alaykum. Kelyapsan. Assalom. Keling Rustamjon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Marhamat. Qani marhamat. Assalomu alaykum. Keling, keling. Nima yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tuzimisiz? Qani marhamat, to'rga o'ting. Keling bu yoqqa o'ting. Bismillah. Ilohomin tansihatli xotirjamlikni bersin. Allohu akbar. Xush kelibsizlar, xush kelibsiz. Shu vaqt bo'ling. Keldingizmi? Shu qadrdon uyimizga kelsam, dunyodagi jamiki g'amlarni unutib, yengil tortaman. Bu yerda oyijonim, dadajonim bilan o'tgan o'sha eng baxtli, eng shirin, eng betashvish damlarni eslab, ular ruhidan quvvatlanaman. Ota-onam mening to'yimni ko'rishmadi. Ostonadan otajonim o'rniga akam menga oq fotiha berib, opalarim uzatib ketishgan. Barno opam ham qaynonamni bundayligini qayoqdan ham bilsinlar. Agar kuyovlarning hunarini eshitsa, turmushning mushti, achchiq chuchuvlari bo'ladi deb o'ylar edim-u, lekin bu darajada. Nima qilayki, dardimni hech kimga ayta olmayman. Akamlar o'zlari yolg'iz. Kelinoyimdan yodgor qolgan ikki qizlarni yer ko'kka ishonmay, qayta uylanmasdan katta qilyaptilar. Yaxshi ham ishlari bor. O'sha kashfiyotni yaratish, odamlarga foyda keltirish bilan kunlarni qanday o'tayotganini ham sezmaydilar. Menga esa o'sha oilada o'tayotgan har bir daqiqa bir yildek og'ir va tuganmas tuyuladi. Orqaga esa afsuski yo'l yo'q. Deb opa, Shavkatga keladilarmi? Ha, hozir kelib qoladilar. Bir og'aynilarnikiga zarur ish bilan ketuvdilar. Menga sen ketavergin, hozir orqangdan yetib olaman deydilar. Kelib qoladilar hozir. Ha, yaxshi. Ha, haligi ana bu ish nima bo'ldi? Hal bo'ldimi? Ha, qaydam hal bo'lib qolar, ishontirishyapti-yu, ish qilib. O'tiribmiz. Ha, yaxshi. Vaqt soati bilan hal bo'lib qolar. Ish qilib shu chet elga borib o'ylagan niyatlarini amalga oshirib kelsalar bo'lgani. Ishqa omadlarini bersin, ha? Albatta, qani olishib o'tiringlar. Ha, rahmat. Men hozir. Hozir. Sizlar olishib Ha, o'tiringlar. yemayman.
Keldingmi ona qizim? Va alaykum assalom. Yaxshi Rahmat. o'tiribsizlarmi? O'zing yaxshi kelyapsanmi? Rahmat. Bu seniki chiqyapti-ku. Xotirami hozir kelib qoladi. Transport kutib qo'ygan dedi. Ammalaringni ko'rishgan. Voy, assalomu alaykum amajon. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Hozir kelaman. Hammaga yoqishim shartmi? Alam qilar ekan odamga. Aybim qiz bolaligimmi? Hali menga o'g'illari yoqadimi, yo'qmi? Yoqmasa, nega birga aylanib, yetaklashib yuribsan, deyishmaydimi? Uf. Boshim og'rib ketdi. Shanbagacha 2 kun bor. Ammalarim kelisharmikan ish qilib? Adamga qanday aytaman? Dono ammamga aytganim durust. O'zlari sekingina katta ammalarimga ham yetkazadilar. U yog'i nima bo'lar ekan? Yiqqan pulimiz to'yga yetarmikan? Ayam bo'lganlarda shu tashvishlari yo'q edi-ya.